Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli ota-onalar hamda hurmatli professor o'qituvchilar. Demak, ko'rishingiz mumkin, hozirgi kundagi farzandlaringizni yoki bo'lmasa o'quvchilaringiz chizgan, tasvirlagan rasmlarni jonlantirish bo'yicha juda ham ko'plab AI texnologiyalari mavjud bo'lib, shulardan eng qulayi Play Marketimizdagi mavjud Alisa AI ni foydalanishni ko'rib o'tamiz. Uning uchun o'zimiz uchun mavjud bo'lgan sifatli rasmni qidirib izlab topamiz va Play Marketga o'tamiz. Play Marketga o'tganingizda Alisa AI ni qidirib telefonimizga yuklab olamiz. Demak, o'zimizning mobil qurilmamizda yuklab olingan Alisa AI tugmasini bosamiz. Kirganimizda sizdagi mavjud yuklab olgan rasmni belgilab olamiz. Rasmni yuklab oldik. Mana bu yerga o'zingiz ixtiyoriy inglizcha, ruscha yoki o'zbekcha kiritishingiz mumkin. Ya'ni rasmning harakatlantirish bo'yicha yo'riqnomani. Biz endi sizlarga qulayroq bo'lishligi uchun tayyor, so'rov yuklab olganmiz. So'rovni ko'rib chiqamiz. Demak, so'rovimizni yozib oldik. Ana endi biz nima qilamiz buni? Ishlash jarayoniga o'tamiz. Ketdi. Va sizlardan bir necha soniya vaqt olishligi mumkin. Demak, rasmimiz qayta ishlash jarayoni amalga oshirilmoqda. Bizdagi prompt ingliz tilida, ya'ni ChatGPT da yozdirib olganmiz. Bu aynan premium bo'lishligi ham shart emas. Jarayon amalga oshirilmoqda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 26 soniya. Natijani kuzatib borasiz. Sekund. Ana endi natijani siz baho berasiz. Ketdi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizdagi natija qanday ko'rinishda bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizlarni keyingi videolarimiz qanday sohalarda, qanday yo'nalishlarda bo'lishligini izohlarda qoldiring. Biz uchun esa yurakchani bosib qo'ying.